Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Xudo xolasa endi ishlarimizni ham boshlaganmiz. Hop, navbatdagi ishlarimiz muz rangda sal to'qrog'i, tilla rang bo'lgan. Hop, ruchkalari bu tilla aylangan ramka bo'lib, tepada param bo'lgan, ruchkalari ham bo'lakcha bo'lgan. U suxoyga bo'lgan, suxoy o'zi endi ko'pchilik biladi, suxoyni rangli bo'lmagan. Hop, 3 ta bir qanot. 3 ta 2 qanot. Bitta bir qanot qilganmiz. Bu yerda bitta romi bor. Oq ishlarimizni ham boshlaganmiz, xudo xolasa. Bu yana bitta bir qanoti. Xudo xolasa yana bir bitkizib videolarga olamiz. Rezinkalar aylangan. Polностью. Taglarigacha. Hop, ruchkalar ham bu haligi tili bor ruchkadan emas, magnitli ruchkadan bu. Bu yerimizdagi 2 qanot. Bu narigi ishlarimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, MDF ishlarimizni ham xudo xolasa boshlab olganmiz. Vodiy bo'ylab dastavka uстановка ishlarimiz bepul. Bularimizni kvadrati $170 bo'lyapti. Hop, romlarni bitishi 2 qanotli shunaqa romlar bo'ladigan bo'lsa, bitishini o'zi 1.800.000 so'm. Razmer kattalashsa 2 milliondan ko'tarilib boraveradi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar.